أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Bugün kelgan dersimiz bo'lsa, yanada balog'at, fasohat sohasiga qadam og'uchilar uchun tayyorlangan Durusul Balagha nomli bu kitobimizning Ilmul Badi' degan bölümü keldik. Biz dastlabki dersimizni boshlaganda Ilmul Badi'ni 3 ga bo'lgan edik. Birinchisi Ilmul Maani, ikkinchisi Ilmul Bayan, uchinchisi Ilmul Badi'. Endi bu Ilmul Badi' deganni ba'zi balog'atshunoslar ilmul balog'atni qatoriga kirmaydi. Ilmul balog'at faqatla ilmul maani va bayon deb deguvchilarmi ham bor. Lekin amaliyat uchun esa ilmul badi' ham shu balog'at bobiga kiradi. Bu ham shu bobga kiradi. Endi so'z tabiiyki biz avval birinchi xuddi ilmul bayon bilan ilmul maani bilan ilmul bayon bir ko'ynakka o'xshasa, ilmul badi' bu ko'ynakdagi bunda tugmalari tugmalari bunda yoqmanda yoqalari degandek ko'ynakni chiroyliqlashtiradigan bezaklarga o'xshaydi. Yoqa chigilgan gul degandek bezaklarga o'xshaydi. Endi agar bu ko'ynak bo'lmasa, tabiiyki bu tugma bu narsaning hech qanday roli bo'lmaydi. Chuqur bu ko'ynakga bu tugma, bu chigilgan gullar, bu bezaklarning chiroyli bo'lishi uchun chuqur ko'ynak chiroyli tikilgan bo'lishi kerak. Ko'ynak chiroyli tikilmagan bo'lsa, buni haqiqatan chiroyli bo'lgandan hech bir qimmati bo'lmaydi. Xuddi shuningdek ilmul badi'ning go'zal bo'lishi uchun nima bo'lishi shart? Chuqur ilmul maani va ilmul bayon bo'lishi shart. Bu ishkalam bo'lmaganda, buning ichida ya'ni ilmul maani, ilmul bayon bo'lishi shart degan gap qanday degan gap? Ya'ni kalom chuqur muqtadoi holga mutobiq kelgan bo'lishi shart. Kalom agarda muqtadoi holga mutobiq kelmasa, bu haqiqiy chiroyli so'z degan bilan bu faqatlam yolg'on, yovdoq yoki shirin shikar yog'lama so'zga aylanib qoldi xolos. Yog'lama so'z bo'lib qoladi. Kalom muqtadoi holga mutobiq kelmasa, bu yo yolg'on, yovdoq yoki shirin shakar yog'lama so'zga aylanib qoladi. Taqsikashli so'zga aylanib qoladi. Biz bu yerda damolmoqchi, maqtavoqchi bo'lganimiz unday emas. Ya'ni amaliyatga uyg'un bo'lgan, intayin badiiy va go'zal aytilgan so'zlar. Xo'sh, endi albatta ilmul badi'. Badi' degan nima degan gap? Badi' degan gapning lug'at ma'nosi g'arib degan gap. G'arib, ya'ni ajoyib, ya'ni bir xil. Nima hammaga o'xshamaydigan, qaltis degan gap. Yaxshimida, ma'noda degan nima deydi sizlarda? Bunda degan gap. Ya'ni eng yaxshi deydi. Eng yaxshi. Birinchi, ya'ni boshqasidan boshqacha ayrilib turadigan. G'arib degan gap ma'nosi degan, ya'ni bizda Uyg'urchada buni ajoyib deb ifodlaymiz. Ajoyib qaltis deymiz. Ya'ni nima uchun ajoyib qaltis? Chunki bu ma'nolarni go'zallashtirishda va lafzini go'zallashtirishda boshqa bilimlardan ayrilib turadigan bir bilim, ajoyib. Shuning uchun ilmul badi' deb ism qo'yilgan. Xo'sh, buni badiiy ham deb qo'yamiz. Badiiy asar bizda Uyg'ur tilida badiiy asar deb bir asarlar bor. Badiiy degan gap noiti yezilishi bak misbda, bak qamlashtirib, bosh oyog'i kelishtirilib, eng bunda ma'nilik, hikmatlik so'zlarni keltirilib, oltin uzukka yoqut ko'z qo'ygandek yozilgan so'zlarni badiiy asar deydi. Masalan bizda Mahmud Qashqari deb bir olim o'tgan bizda. Mahmud Qashqari deb. Shu Mahmud Qashqarining yozgan Qutat Qubilik degan bir kitobi bor. Shu kitobni o'qiydigan bo'lsa-mu, adam ajoyib ma'no dengizlariga tushadi. Endi bizda Yusuf Xos Hojib bor. Yusuf Xos Hojibning kitoblarini o'qiydigan bo'lsak, masalan, Yusuf Xos Hojibning bu divan to'plamini o'qiydigan bo'lsak, ma'no dengiziga tushamiz. Xuddi arab tilidagi masalan Sa'duddin Alloma Taftazani rahimahulloh kitoblarini yozsa shu masalan xutbalarga shuncha ajoyib cho'nqur ma'noli, hatto biz o'ltirib tushunolmaydigan tikki cho'kkan sira javohiratlarni, lulatlarni suzib oladigan shundoq so'z dengizi bo'lganidek Yusuf Xos Hojib, Mahmud Qashqari degandek olimlar ham Uyg'urcha turk tilida shundoq kelishtirib yozgan. Masalan, Qulxoja Ahmad Yassaviy deb bir turkiy bir shoir o'tgan. Buni yozgan diyorlarga qarasanglar ham turkcha. Sizlar ham tushunasizlar. Bizning hammamizning asli yozig'imizda yozilgan. Chaqatay yozig'i degan yoziq hamma turklarning, hatto Osmonli turkchisi
O'zbekiston, Qirg'iziston, bizning Turkiston hammasi o'xshash bir yazini qo'llandi avvalda. Keyin bir ruslar kelib sizlarning yezig'ingizni boshqacha o'zgartdi. Bizniki shu paytgacha qolgan. Allohning fazlidan bizniki o'zgartdi avvalda, keyin yana asliga qaytib kelgan. Bizning shu arab harf yoziqda yozamiz. Endi Alloh xolisa inshaalloh Turkiy xalqining hammasining yezig'i qaytib keladi inshaalloh. Agar bu yeziq asliga qaytib kelganda bolalarning Qur'on savodi chiqish va arabcha bilan bo'lgan aloqasi texnik yaqin bo'ldi-da. Bir bolaning turk savodi chiqsa, Qur'on savodi chiqqan bo'ladi. Qur'on savodi chiqsa, turk savodi chiqadi. Ya'ni nihoyat tez oson bo'ladi. Ammo bu yeziq o'zgarib ketganda dindan yiroqlashib ketadi-da, yeziqdan yiroq. Xuddi boshqa bir narsadek, arab tili boshqa bir yeziqdek bo'lib qoladi. Bu bizning asli yezig'imiz shu. Tushundingizmi? Endi xo'sh, Ashu qul hajamat yasuymu hükümetlerini shunchalik badiiy yozgan, badiiy tilda. Badiiy turk tilida, lirik yani. Endi bu shu tillardan biz yiroqlab ketdik. Shu tillardan biz shu Xitoy kafirlari va Rus kafirlarining sababidan shu bizning ona tilimiz bo'lgan, qadimiy islom din tilimiz bo'lgan, qadimiy tilimizni yiroqlashdikmi, u adabiyotlarni yiroqlashdik, hammadan tili gachi bo'ldi. Undaq fasahatli gaplarni qilolmaydigan, faqatlam arabcha kitoblarni ko'ramiz. Undaq fasahatli so'zlarni hozirgi zamonda nimada ko'rmaymiz, faqatla arabcha kitoblarda ko'ramiz. Unda Uyg'urcha tarjimalarni ko'rmaymiz. Lekin shu Mahmud Qashqari yozgan, Yusuf Xos Fojib yozgan, shunda ilgirki shoirlar, ilgirki yozuvchilar yozgan, olimlar yozgan kitoblarni qaraydigan bo'lsak, so'zlarning boshida hamda aytgan yerga qaraydigan bo'lsak, bizning sap turk tilida shuncha badiiy yozib aytganda shuni o'rganish kerak. Shundaq yozishni o'rganish kerak. Har bir yozuvchi bo'lish sifatimiz bilan. Ilmul badi'. Al-badi' badi' degan hamda buniki lug'atga ma'nosi tepamizga, hamda istilohdagi ma'nosi. Al-badi' fil istilah ilmun yu'rafu bihi wujuhu tahsinil kalam al-mutabiqi li muqtadal hal. Hamda yoki yu'rafu bihi wujuhu tahsinil kalam al-mutabiqu li muqtadal hal zamanda. Ma kalamni wujuhni isbot qilsam bo'ladi. Va al-mutabiquni wujuhni isbot qilsam bo'ladi. Ilmul badi' degan ilmun degan bir bilimdirki, ilmun yu'rafu bihi degan uning bilan kalamni güzellashtirishning yo'llari bilinadigan, muqtadal halga mutobiq uyg'un bo'lgan bir bilimdir deydi. Endi biz buni birdan kiramiz. Endi biz bu ta'rifni birdan kiraylik. Bizda har bir bilimda ta'rif bek muhim. Ta'rifni tushungan odam shu darsni hamma tushungan bo'ladi keyin shuni. Ta'rifni tushunmasa, dars tushunmaydi ketadi. Tushunamizmi? Biz ilm deyapti. Ilm degan jins. Cho'qim mantiq bo'yicha ta'rifni tushunish uchun ilm mantiq bo'yicha tushunish kerak. Ilm degan nima? Jins. Endi yu'rafu bihi wujuh tahsinil kalam degan al-fasl al-awwal, birinchi fasl. Ilm degandan keyin butun ilmlar kirib ketadi. Ham kullal ulum. Buni ichiga hamma ilm, ilmul badi', ilmul ma'ani, ilmul bayan, ilm hammasi kirib ketadi. Endi ta'rif qoidasi dastlabda bir jins keltirib, uni keyin fasllar bilan shu jinsdan ayirib, shallab, ayirib chiqadiganni chiqarib o'tib, kiradiganni kirgizadigan fasllarni keltirish kerak. Buni yana bir atalg'ida qaydmi deb atab qo'yamiz. Lekin mantiq atalg'isini nima deymiz? Fasl deb ataymiz. Yu'rafu bihi wujuh tahsinil kalam degan birinchi fasl. Ya'ni bu qanday bilim desa, kalamni güzellashtirishning yo'li, ya'ni kalamni chiroyli keltirish. Og'zimizdan keltirgan kalamni yozgan jumlani og'zimizdan kelib chiroyli so'zlashning yo'llarini yoki chiroyli go'zal jumlani yozishning yo'llarini o'rgangili bo'ladigan bir bilim degandan keyin, demak boshqa bilimlar bundan chiqib ketadi-da tabiiyki. Anda gapni güzellashtirishni yo'llarini bilinadigan bilim degan gaplar boshqa bilimlar hammasi chiqib ketadi. Chiqib ketadi, lekin bir narsa qo'limizga kelib qolganki, anda ish qilib gap uzlam qilingan, chiroyli so'zlangan gaplarning o'zi ilmul badi' qatoriga kirgan degan gap qo'limizga. Bir gap chiroyli qilingan bo'lsa, bu ilmul badi' qatoriga kirgan degan bir hukm keldimi? Demak, ma kirib oldi. Endi bizga birinchidan nima keldi? Birinchi ma faslni deb ataladi. Fasl nima? Muttarid. Ya'ni jami'. Ya'ni bu yoki ma nima jami' degan gap shu o'ziniki moddasini tatib ekidi. Ma ta'rifdiki ma jami', ma fasl, ya'ni
Aşı tahsinul kalam yollarını çıraylık aytılgan, sözünü çıraylık aytiş üçün qo'llanilgan uslublarni bildigan bilim degandan mushu mazmunni tatbiq etkelimege. Endi ikkinchida biz mani faslidan buni keltiramiz. Ya'ni bushuningdan bo'lmagan narsani chiqarib o'tadigan. Qanday chiqarib o'tadi u? El mutabiq li muqtadal hal. Ya'ni holatning taqozzosiga uyg'un keladigan degan maqsad bilan demak hamma gap buni kirmaydi ekan. Chiroyli aytilgan so'zning hammasi buni kirmaydi ekan. Yolg'on yovdaq so'zlar, shirin shakar, yog'lama, tahsigashlarning so'zlari buni qatoriga kirmaydi ekan. Faqatlam amaliyotga uyg'un bo'lgan, rost, haqiqat bo'lgan gaplar joyiga, ya'ni oltin yuzukka yog' turgandek jin gap bo'lsa bo'ladi ekan. Shuning uchun bizim uchun al-mutabiq li muqtadal hal degan maqsad intayin muhim. Tushundingmi? Shu sababdan muqtadal halga mutabık degan gapni ma'noda yeni bir ma'no deb chiqa olamiz. Demak, ilmul badi degan faqatlam lafzga ham qartilmaydi ekan. Demak, bu holatning taqozosiga uyg'un bo'lish uchun chuqur nimaga qarash kerak, ma'noga qarash kerak. Biz gapni chiroyli keltirishdan birga, demak, ma'noni chiroyli ifodalash, chiroyli ma'noni ifodalash va chiroyli lafz ifodalash deb ikkiga bo'linadi ekan. Demak, bu yerda ilmun yu'rafu bihi wujuhu tahsinul kalami lafzan, ya'ni ma'nan va lafzan degan gapni al-mutabiq li muqtadal hal degan gapimizni oldik. Lafzan va ma'nan. Lafzi degan gapning lafzini güzelleştirish va ma'nosini güzelleştirish. Lekin bu ikkisining ichidagi eng muhim maqsad esa ma'no muhim. Ma'no muhim bo'lganligi uchun musanif bizga ma'noni baldir keltiradi. Chunki ba'zi chaqda gapniki lafz o'zgarish orqali ma'no o'zgarmasligi mumkin. Lekin lafz o'zgarish orqali lafzidagi go'zallik qolib ketadi shu. Masalan, ji'tu ila Baghdad va ra'aytul asad desam, men aytdim muhassinat lafziba. Men Bag'dodga keldim, shirlarni ko'rdim desam, muhassinat lafziba, ya'ni ji'tu ila Baghdad va ra'aytul asad degandan keyin qofiya bor bu yerda, satihba. Anda endi dikiday men buni ma'nosini o'zgartmayman masalan. Ji'tu ila Baghdad va ra'aytul luyus desamchi, ma'no o'zgardimi? Ma'no o'zgarmadi. Men Bag'dodga keldim, shirlarni ko'rdim. Ma'no o'xshash. Ammo so'zdagi lafzidagi go'zallik qolib ketdi. Demak, ma'no eng muhim ekan, lekin ba'zi buni muhassanat ma'naviyya, muhassanat lafziyya ikkiga ayrilishi sababi shu. Tushundingmi? Ba'zi chaqda bizning asosiy diqqatimiz nimaga bo'ldi ekan? So'zdagi ma'niga bo'lgan yerda muhassanat ma'naviyya deymiz. Bu yerda nima bo'lishi mumkin? Lafzdagi qofiya go'zallik bo'lishi mumkin, lekin bu ikkilamchi. Asosiy bilak emas, maqsudim bizat emas. Ba'zi chaqda bizning diqqatimiz nima bo'ldi ekan? So'zning qofiyasi, lafz shakli emas. U yerda ma'niga qolib ketmaymiz ko'p. Bu yerga diqqatimiz ishadi. Shuni o yerdagi yani demek muhassinat lafziyya biz ma'niga diqqat e'tiborimiz ma'niga og'dirilgan yerda shuni deyotganmiz muhassinat ma'naviyya. Shundaymi? Xo'sh, endi va hadhihi al-wujuh ma yarji'u minha ila tahsin al-ma'na. Bu yollardan ma'nini güzelleştirishga qaytadiganlari bor. Bu yusamma bil muhassinatil ma'naviyya. Yani ma'nini güzelleştiruvchilar deb ataladi. Ve ma yarji'u minha ila tahsinil lafz. Yani lafzni güzelleştirishga qaytadigani va bularning ichidan. Bu yollarning ichidan lafzni güzelleştirishga qaytadigani va bu yusamma bil muhassinatil lafziyya degan lafzni güzelleştiruvchilar deb ataladi. Xo'sh, endi muhassinat ma'naviyya. Endi biz oldi bilan so'zlaydiganimiz muhassinat ma'naviyya. Ya'ni ma'nini cümlening ma'nosini güzelleştiruvchilar. Yoki cümlening ma'nosini güzelleştiradigan uslublar. Desak texnik to'g'ri bo'ladi. Ya'ni cümlening ma'nosini güzelleştiradigan uslublar. Birincisi at-tawriya. At-tawriya. Tawriya degan nima degan gap? Misol tawriya degan gap bir narsani ichiga yo'gab qo'yishgan gap. Varahu degan gap buni yapti, g'attahu, g'ashshahu degan gap yo'gidi. Bir narsani satarahu degan gap. Yo'gidi degan gap. Ya'ni gap aytiladi, lekin bu gapning ichida bir gap bor. Gapning ichida bir gap bor. Bizning maqsadimiz bu aytilgan gap emas. Shu gapning ichidagi bir gap yoki
bir gapning ikki ma'nosi bor. Bir ma'no yaqin. Shu gapdan yetti kallamizga keladigan. O gapni anglab bo'lish kallamizga keladigan ma'no, yana bir ma'no bor, u yiroq. Bunda tafakkur o'ylangandan keyin keladigan. Buniki bunda qarinalarga, maxfiy qarinalarga qarasak, ondan ma'lum bo'lgan yiroq ma'nosi bor. Lekin maqsad nima murod bergan murod yiroq ma'no, yaqin ma'no emas. Agar yaqin iroda, yiroq ma'no irodasi kinoya olib qoladi. Bu kinoya emas bu. Buningda nima iroda emas, nima yaqin ma'nosi iroda emas. Yaqin ma'no bilan yiroq ma'noning orasida hech qanday nima yo'q, aloqa yo'q. Tushundingmi? Nima uchun kinoya demaymiz buni? Chunki yiroq ma'no bilan yaqin ma'nosi hech qanday aloqa yo'q. Yaqin ma'nosi bilak narsa, yiroq ma'no bilak narsa kinoyada-ku, yaqin ma'no bilan yiroq ma'no orasida aloqa bor tabiiy. Bir so'zdan bağlanış var. Ma'lumotda shu hech qanday bağlanış yo'q. Shuning buni nima deb ataymiz? Tavriya deb ataymiz. Tavriya deganda ham istilohdagi ma'nosini bilsa, ay yuzkara lafzun lahu ma'nayan deydi. Ikki ma'nosi bor bir lafz zikr qilinishi. Qaribun yetabadaru fahmu degan gap yana. Ahaduhuma qarib degan bo'ldi. Ya'ni u ikki ma'noning biri yaqin. Yetabadaru fahmuhu min al-kalam. Ya'ni kalamdan uni tushunish nima yetabadar degan gap kallig'i tiz keladi. Yetabadar degan gap tiz keladi degan gap. Tiz, ya'ni yetasara. Tiz keladi. Ya'ni uni tushunish oson. Tiz tushungili bo'ladi. Ve ba'idun huvel murad bil ifade. Ve ahaduhuma. Yani u ikkisi yana bir bo'lsa, ikki ma'nosi ifade etdikmi? Ikki ma'noning yana bir ma'nosi bo'lsa, ba'id yiroq ma'no. Huvel murad bil ifade. Yani bu jumladagi ifade degan jumlani ifodalashdiki murad maqsad osh yiroq ma'no. Yaqin ma'no emas. Nimish hodisa li qalinatin xafiyya. Biz nimishga yiroq ma'no ifodalaymiz. Bakam bakaga yaqin ma'nosi tursa, nima uchun yiroq ma'noni ifodalaymiz? Yaqinda qolib qolib desa, li qalinatin xafiyya. Maxfi binim va qalina bor. Qalina bo'lmasa, tabiiyki yaqinda ifodalaymiz. Bakam bakaga yaqinda qolib qolib yiroq bo'ladigan shu yo'q. Nahu masalan ve huvellazi yetevaffakum bil-leyli ve ya'lemu ma jarahtum bin-nahar. Allah Teala'nınki Sure En'am'ın 60. ayetindeki kavli mesela u Allah şundaq bir zatdır ki sizlarni kechida vafot toptirdigan. Yani kechida biz uxlagan chaqda yerim ülümüz. Allah Teala Xaliq Allah'nınki ruhini qo'yib beradi. Atsi uyg'onganda. U tirilgan bo'ladi. Xaliq Allah'ning ruhini tutib qoladi. U o'lgan bo'ladi. Yani uyqu degan yerim ülem. Tushunarlimi? Buni Allah Teala vafot deb ataydi. Uyquning o'zini mu vafotniki o'limning bir ko'rinishi. Uxlagan odam shunda, masalan, biz qabr azob bo'lganda, shunda qabr azob bo'lgan, jannat qabrdagi ne'matlarni ko'rdigan, qabrdagi azoblarni ko'rdigan masalani so'zlaymiz, ha? Bir odam deydi, biz uylarga qolib qo'ydik, uylarga shu turibdi, shun bo'lmabdi, nima azob bo'lyapti deb o'ylaydi. Uxlagan buni biz misol keltirib, biz oddiysi uxlagan odamga qarang. Uxlagan odam tushida har turli narsalarni ko'radi. Ba'zi odamni qo'rqib, tushida shunda qo'rqib ketishi mumkin. Jannat odam ishini sezmaydi. Xuddi shuningdek, ya'ni olam barzakhdagi ahvol, bu yani tushda ishim bo'lmaydi odamga, lekin olam barzakhdagi ahvol haqiqiy bo'ladi, haqiqiy. Ammo xuddi hayotlarga nisbatan olam barzakh xuddi uxlab o'tirgan odamni ko'rayotgan narsaga o'xshaydi. Xuddi biz yenimizni uxlab o'tirgan odamni biz bilmaymiz nima ko'rayotganini. Men o'g'aq buni hech bilmagandek olam barzakhni biz bilmaymiz. Bu endi shuni Allah Teala uyquni nima o'xshatgan? Vafot. Davomli vafot deb ataydi. Yelim bilan. Ve huvellezî yetevaffakum bil-leyli. Sizlarni kechida vafot toptirgan zot. Ve ya'lemu ma jarahtum bin-nahar. Kunduzi sizlarning qilgan kasblaringlarni, ya'ni bu yerdagi jarahtumdan gunoh, o'tkazgan gunohlaringlarni bilib turadigan. Kechasi vafot toptirgan, kunduzi qilgan hamma ishingni bilib turadi. Asli buni ma'nosi, lekin bu yerda maqsad qilingan nima? İrtikabuz zunub, ya'ni kunduzi o'tkazgan gunohlaringlarni bilib turadigan zot deb atadi. Endi bir şeyde sizga nima demoqchi desa, bu yerdagi ash-shahid nima desa, jarahtum degan so'z. Diqqatinglarni jarahtum qilasizlar. Jarahtum degan so'zniki o'zining ma'nosi nima? Yaqin ma'nosi va yiroq ma'nosi bor. Yaqin ma'nosi jaraha, jarh. Ya'ni yaraladi, qaylichilar urib badanni yardar qildi, jarohat qildi degan ma'noda. Endi kunduzi jarohat qilgan narsani biladi deb ma'nosi tushmaydi bu yerga. Demak, bu yerdagi buning yiroq ma'nosi qolgan, ya'ni kasb. Jarahat degan ma'nosi iktisab degan gap. İktisab. Yani yeni mundaşlar besaq nima? İrtikabuz zunub. Gunoh o'tkazish degan gap. Endi dalilki arada bi qawlihi. Yani Allah Teala o'zining jarahtum degan qavli bilan ma'nahul ba'id, yiroq ma'nosini irod qilgan. Ve huwa irtikabuz zunub. Yiroq ma'nosi bo'lsa,
günah ötküzüştür devatıdı. Muşun devatıdı gen tevliye. Mücerahtumdaki yakın ma'nini koyup yirak ma'nini irade kılış devatıdı gen tevliye. Hoş. Ve ki kavlihi emdi şairinin kavline kılvatı da ya seyyiden haze lutfen lehul beraya abidu entel Hüseynu velakin cefâke fînâ yezidu. Emdi bize miyada bu tevliye mücerrede tevliye murashşaha deb şekil bulunudu. Tevliye mücerrede tevliye murashşaha. Tevliye mücerrede degan qanday desanglar, bunun da sözniki yakın ma'nisiga munosib keladigan hech qanday bir qarinalari bo'lmaydi. Tevliye mücerrede fakat Cerahtum bin Nahal bilan keladi. Uniki mandag'iliqi yiroq ma'nisiga emas, yaqin ma'nisiga dalolat qiladigan hech qanday bir qarina bo'lmaydi. Bu tevliye mücerrede bo'ladi. Ammo tevliye murashshaha deganimizcha buningda yaqin ma'niga texmi biz ma'nini texmi bek topolmay qolamiz biz. Texmi bek murakkablashtiramiz jumlani. Bunun yaqin ma'nisiga munosib keladigan nimalarni birlik keladi? Qarinalar birlik keladi. Bu tevliye murashshaha deb ataladi. Bu xuddi istiarada o'tgan Bemirzabek. Istiarada o'tgan istiara mujarrada, istiara tarshihiyya deb ikkiga bo'lgan edik biz istiarani. Ashu Alloh taolaning kalomidagi ulaika allazina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum deyadiki istiara tasrihiyya deb bo'lib, mishadagi istiara tasrihiyya tarshihiyya degan tur. Tarshihiyya. Fama rabihat tijaratuhum. Ular işte ulaika allazina ishtaraw ad-dalalata bil huda. Ular ozg'unlikni hidayatga sotib almashtirganlardir. Mendagi ishtara degan so'z istiara bor. Istiara degan so'zni Alloh taolo istibdalning o'rniga nimaga qo'yib ishlatgan. Istibdalning o'rniga. Istibdal uchun oyatga olgan so'z. Chunki shar'iy ishra degan almashtirishda endi xuddi ashun endi bu shariatga dalolat qiladigan, shariatga munosib qiladigan gapni meni gap qo'ydi billah. O'sha xuddi bizni o'zini tijorat bu. Buniki nimaga? Haliqi ozg'unlikni elib, hidoyatdan iborat guharni bilib, ozg'unlikdan iborat bu arzimas, qimmati yo'q narsani olganligi xuddi bu tijoratga o'xshab ketdi. O'zini tijorat. Bular bu tijoratda foyda topolmadi dedi. Bular bu tijoratda foydalanma degandan keyin biz xuddi bir tijorat bir narsa olgandek. Amaliyotda bu bir narsa afsatqini yo'q, lekin iymonni bilib kofirlikni olganligi bor. Almashtirayotganligi bor. Iymonning o'rniga kofirlikni almashtirganligi bor, ha? Xuddi muslim deganidek istiara tasrihiyya tarshihiyya degani yo'q. Endi mayadiki tevliyamu mujarrada tarshihiyya deb ikkiga bo'linadi. Mayadiki birinchi misaldagi majarahtum bin nahar degan nima? Istiara mujarrada. Buningda ya'ni jarah degan yarda qilishga dalolat qiladigan, munosib qiladigan hech qanday bir qarinalar berdi kelmadi. Ammo ikkinchi misolda keltirganicha, mana she'r deganligini istiara tarshihiyyaga tushdi. Mesela Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de misalini alsak وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. Bu ayeti qaraydigan bolsak وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ. بِأَيْدٍ degan so'z lazım bizdeki tevliye. بِأَيْدٍ deganning yaqin ma'nosi bor, qo'l. Bunun yiroq ma'nosi bor, nima? Kuch, qudrat. Yiroq ma'nosi kuch, qudrat, yaqin ma'nosi qo'l. Alloh taolo biz osmonni qudrat bilan bino qildik deydi. Endi mushu bir aydinga munosib keladigan, ya'ni qo'l degan ma'noga munosib keladigan banaynaha degan bir qaynini gap qo'ydi. Banaynaha. Bino qilgan bir uy solgan nima bilan soldi odamlar? Qo'lni soladi, imoratni qo'lni soladi xuddi qo'lni imoratni solgandek, biz osmonni qo'limizni soldik degandek, ya'ni qo'l degan ma'noga ishorat qilyotadigan, munosib keladigan bir nima gap qo'ydi. Banaynaha gap qo'ydi. Mushu banaynaha degan qarina nimda tarshihiyya. Ya'ni xuddi bir nimaga o'xshatildi, osmonni qo'lda bino qilgan osmonga o'xshatildi. Amaliyotda shu ma'nosi biz osmonni kuch qudrat bilan bino qildik degan bo'ldi. Tushundinglarmi? Shunda bataymiz tavliya murashshaha deb bataymiz. Endi men qarasam bu yerda shunday. Ya sayyidan haza lutfan lahul baraya abidu antal Hüseynu velakin cefaka fina yezidu. Bu tavliya murashshaha. Qarabыңlar. Ya seyyiden haza lütfen degan hey beg, seyyid hoca degan, seyyid degan hoca, beg,
ulug' zot hazir lutfan degan gap marhamatga erishgan, marhamat qilsa. Lahul baraya abidu degan xalq uning quli bo'lgan zot. Barcha xalq uning abid qullari. Antal Husaynu walakin jafaka fina yazidu. Sen bo'lsang Husayn sen. Biroq jafaka fina degan gap sening bizga salgan zulming, jafaka zulming. Sening bizga salgan zulming yazidu. Yaziddir orada. Sen bo'lsang Husayn sen, sening zulming yaziddir. Bu yerdagi maqsad nima? Endi qaraydigan bo'lsanglar, bu yerdagi shahid yazidu degan so'z. Yazidu degan so'zning yaqin ma'nosi va yiroq ma'nosi bor. Yaqin ma'nosi bo'lsa Xuju Muaviyaning o'g'li Yazid, Yazid ibn Muaviya. Yazid ismi alam. Lekin yiroq ma'nosi shu fe'l mudari. Yiroq ma'nosi fe'l mudari. Bu yerdagi murod nima? Yiroq ma'nosi. Ya'ni sening zulming bizning ichimizda ziyoda bo'lyapti. Sen bek abdodam eding, lekin zulming ziyoda bo'lyapti deb. Lekin shu Yazid deganga munosib qilgan Husayn degan so'zni keltirib qo'ydi demadi. Husayn deb qo'ygani, Husayn degan qanday odam? İntan yaxshi odam, ha? O'zi demak, antal Husayn sen yaxshi odam, antal Hasan yoki antal Tayyibu, anta Solihu demak, antal Husayn deb qo'ygani xuddi Yazid degan ism munosib qiladigan istiara tavriya murashshaha yo'li bilan Yazidga munosib qilgan Husaynni keltirib qo'ydi. Qachon Yazid kelsa, zolimga simbol qilinadi. Husayn cho'm mazlumga simbol qilinadi. Endi antal Husayn sen ne Husayn sen, yani sen degan nəhayət yaxshi odam demek. Maqsad nima? Maqsadi sen yaxshi odam, İmam Hüseyndek yaxshi odam. Lekin sening zulming Yaziddek nəhayət zolim bo'lib ketdi. Sening zulming ziyodlab ketdi deyapti. Lekin qalaman papasatni. Aşağıda Yazidga munosib qiladigan Husaynning, Yazidning yaqin ma'nosiga munosib qiladigan Husaynni keltirdi. Yazid oshib ketadi. Alam bo'lib Yazid ibn Muaviya bo'lganda ma'nosi qanday bo'ladi? Yazid Muaviya bo'lganda ma'na qarib bo'ladi. Yazid Muaviya bu yaqin ma'nosi. Yazidu degan ma'nosi fe'l mudari bo'lgandaki, u yiroq ma'nosi, uzoq ma'nosi. Lekin men tavriya murashshaha uslubida shu nimaga shu yaqin ma'niga dalolat qilgan, munosib qilgan bir qarinani keltirib qo'ydi. Mana Husayn degan so'z nimaga dalolat qiladi? Yazid ibn Muaviyaga dalolat qildi, tushundingmi? Lekin asosiy maqsad qolsa Husaynning o'zi maqsad emas. Husayndan nima murod? Ya'ni obdan odam murod. Siz o'zingiz obdan odam demakchi, yaxshi odam, solih odam. Lekin zulmlari Yaziddan asosiy maqsad nima? Ziyoda. Ya'ni sizning zulmingiz ziyoda bo'lyapti demakchi. Lekin bizga ajoyib bir o'qitish bilan noyatib bir fasod ma'ni ifodalab berdi. Mana bu shuni deb ataladi, min muhassanat ma'naviyya deb ataladi. Ma'na Yazid, Yazidning ma'nosi bu yerda ma'na Yazid al-qarib, ya'ni Yazidning qarib ma'nosi annahu alam, bu ismi alam, ya'ni Yazid ibn Muaviyaning ismi. Va ma'nahu al-ba'id, uniki yiroq ma'nosi bo'lsa, maqsad qilingan yiroq ma'nosi bo'lsa, annahu fi'l mudari, u fi'l mudari'un min zada yazidun chiqqan. Zada yazidun chiqqan fi'l mudari'tur deydi. Endi ikkinchisi bo'lsa al-ibham, endi muhassanat ma'naviyaning birinchisi bo'ldi at-tawriya. Buni abdan kallandı yodlab qo'ygan ders bor. İkincisi bo'lsa ibham. So'zni bunda mubham keltirish, mujmal keltirib qo'yish. Buning yeni bir ismi iradul kalam muhtamilan li vajhayn. Ya buni bizga ta'rif qilyapti. Bizda so'zni ikki ochmoq keltirish deb deymiz. So'zni ikki ochmoq. Ma'noga bitmali, ma'noga bitmali. Al-ibham iradul kalam muhtamilan li vajhayn mutadaddayn. Kalamni qarmu qarshi bo'lgan ikki yo'lni ehtimol keltiradigan holatga keltirish deydi. Masalan, barakallohu lil hasan va li buran fil khatan. Ya imam al-huda zafir tawalakin bi binti man. Deb shoir shunda o'qigan ekan. Davodiki barakallohu lil hasan. Alloh taolo Hasanga va li buranga fil khatan degan gap, bunun kuyovligida barakat bersin. Bunun kuyovligida barakat bersin. Ya imam al-huda, ey hidayetning imami, zafirda sen zafar topding. Sen g'alaba qozonding, muvaffaqiyat qozonding. Valakin bi binti man, biroq kimning qiz bilan muvaffaqiyat qozonding? Degan. Endi bu nima demoqchi desanglar, bu she'rni shu uchun biroz tafsilot yetadi. Hasan ibn Sahr deb bir Farisdan kelgan, lekin nimaning Ma'mun xalifatul muslimin, Ma'munning xalifa Ma'munniki bir vaziri bor. Bir vazir. Ma'mun degan kim?
Harun Reşid'niki oğlunun biri. Harun Reşid'niki Emin Me'mun deb ikki oğlu var idi. Şu Me'mun halife idi. Şu halifenin Hasan ibn Sehel deb bir veziri var idi. İntayin istidatlı bir vezir. Endi halife Me'mun şu vezirinin Boran Hatun deb bir kızı var ekan. Boran. Degan shuniki mesela ismi. Boran Hatun degan şu ayolni, şu qizini uylangan edi. Halife Me'mun Boran Hatun bilan muqonida to'y qilgan edi. Shuning bilan shoir endi Hasanni mi damlab o'tib, Boranni mi damlab o'tib, uni keyindan "Avu nimaga gapni qarisi damlab o'tdi, lekin tishigida bir unaqa bir ikki ochmoq gapni qilib qo'ydi. Damlashmi bor, sukashmi bor gapni qilib qo'ydi. Nima dedi? Birinchi duo qildi. Alloh taolo Hasan ibn Sahlga barakat bersin. Boran xotinga barakat bersin. Nima haqida fil xatan. Xatan degan kuyov o'g'il degan gap. Xatan degan kim? Qizning eri. Ya'ni zavjul bint va zavjul ukhut. Bizim qiz qarinchimizning eri nima bo'ladi? Xatan. Qizning eri xatan. Ya'ni qiz tarafdan bo'lgan paydo bo'lgan tuqqanning biri kuyov o'g'il deb. Bizni kuyov o'g'il deb qo'yamiz endi. Sizda nima kuyov o'g'il demdi? Kuyov o'g'il degan gap. Qiz tarafdan paydo bo'lgan tuqqanning hammasi nima bo'ldi? Kuyov o'g'il. Endi shu kuyov o'g'il barisida deydi. Ya'ni kuyov o'g'il kim? O Xalifa Ma'mun. Mush Xalifa Ma'munga tegib olganligiga, Xalifa Ma'mundek bir xalifaga nima bo'lganligiga, quli bo'lganligiga sizlarga Alloh barakat bersin. Foydaga davlat xususiyatini qilganini qonday demoqchi deb bilib, endi Ma'mun Xalifa Ma'munga gapiryapti. Ey ya imam al-huda degani, hidayat imami degani ey xalifa demoqchi. Xalifa Ma'mun zafirda siz naytib muvaffaqiyat qozondingiz, erishdingiz. Xotindan birini erishdingiz. Lekin valakin bir bintiman. Biroq kimni qiziga erishdingiz? Bu gapni ishga ochmoq va qiz, ya'ni siz bunda istidatli sizniki davlatingizning arkoni bo'lgan bir vazirning qiziga erishdingiz. Aytib katta ish bo'ldi degan ma'no bo'lishi mumkin. Endi bir o'ylaydigan bo'lsak, siz o'zingiz bir isil arab, Rasulullohning avlodi, u tuqqanlar Abbosiylardan turib, siz bir Farisdan beni o'ylandingizda. Siz u arabdan iborat Abbosiylardan iborat sizniki bunda ulug' sharafli nasibingizni Farisga changlashtirdingizda siz Farisga deb bunda bir sukash ma'nosini chiqishi nima mumkin. Shuningmi? Bu ma'betni tushunish endi xil ish ketadi. Fa inna qawluhu chunki shoirning bi binti man degan mushu qavli yahtamilu an yakuna madhan bil azama va qattiq bilan madihlash ehtimoli bo'ladi va yakuna zamman bid danaa degan buni tuvallik nacharlik bilan sukash ayiblash ham ehtimoli ham bor deyapti. Men 5 so'z degandek. Xo'sh. Endi uchinchisi, endi muhassinat ma'naviyniki uchinchisi at-tawjih. Tawjih degan nima desa, bizga deyotdiki, tawjihning isloh ma'nosi ifadatu ma'nan bi alfazin mawdu'atillah. Ya'ni bir ma'noni shu ma'no uchun quyilgan lafzlar bilan shu ma'no uchun quyilgan bir qancha lafz bilan ifodalash. Bir ma'noni ifodalamoqchi, lekin bu ma'noni shu ma'noga quyilgan bir qancha lafzini ishlatadigan gap. Bir so'zdan emas, bir qancha lafz bilan bir ma'noni ifodalaydi. Xuddi kalimat mutaradif shaklda bir ma'noga quyilgan bir ma'noni ifodalash uchun bir qancha lafzni ishlatadi. Valakin biroq mushu ishlatgan lafzlar asmaun linas degan kishilarning ismlari av g'ayrim yoki ularning g'ayridir. Yoki kishilarning ismi emas, boshqa narsalarning ismlari. Boshqa ma'na, boshqa bir narsalarning ismlari. Ka qawli ba'dihim yasifu nahran. Mesela şairlar, bazı şairlar bir yasifu nahran bir derya nisbatlab, derya. Deryani bilamsizlar? Derya nisbatlab buna degan ekan. İza fakharathu ar-rihu wallat 'alilatan bi azyali kuthbani ath-thara tata'atharu bihi al-fadlu yabdu war-rabi'u wa kam ghada bihi ar-rawdu yahya ve huve la şekke Caferu diyorken, yani iza fakharathu rihu, kaçan ki uni hazır damlayotgan narsa, kin deymiz nemi damlaganda, kaçan ki uni rih degan buran shamalla uni bilan beslashsa degan gap, ya'ni ikkisi mannochi deb pahra qilsa demak yo'g'ini beslashsa vallat alilatan buran alilatan degan hazimatan degan mag'lub bo'lgan holatda keyin yuz o'rib ketadi. Bi azyali
kusbani sara teta'assaru. Bulan şamal oynayışıp ben bunu uğuşman dep kelgen çağda nima uchun ketadi desa bi azyali kusbani sara degan sara degan nam tuproq. Kusban degan gap duva narsani tag'da dövcheklar, duvalar. Ya'ni bu şamal kelib buni bilan tutishman deb bu damlayotgan narsani kelib buni bilan tutishib buning nam tuproqdan iborat duvalarining quyruqlariga üsüp teta'assar tenib ketadi. Teta'assar u yoqqa yo'qolib ketadi. Bunu demekçi desa bir azyali kusbani sara degandan ya'ni uzun suzilgan narsa demekçi. Buniki anaqa bu maqtavatgan narsani uzun suzilgan narsa. Ya'ni shamol mingib buni oxiriga chiqib bo'lmay buniki do'lqinlardan iborat do'lqinlar üsüp yo'qolib ketadi shamol. Shamol yo'qolib ketadi. Bihil fadlu yabdu. Uning bilan fadl degan gap bir muncha fazl marhamat oshkor bo'ladi. Fadl marhamat oshkor bo'ladi. Ve rabi'u ve rabi' bahar aşkarı buludu. Bahar aşkarı buludu. Ve kem gada bihir ravdu Yahya. Ve kançılıgan, bunu olan kançılıgan ravd diyen bağçıla Yahya tirilidu. Ve kem gada bihir ravdu Yahya diyen gap bunu olan kançılıgan bağlar Yahya diyen gap hayatqa aylanıdı, tiril aylanıdı. Ve u bolsa la şekke Ja'faru. U bolsa şek şüphesiz nima Ja'faru daryo. Ja'far degan nimasi nima? Daryo degan. O'stan, eriq daryo. Eriq o'stan daryoning deb ataydi Ja'far. Xo'sh, endi sizlarga buni xuddi bir tepishmoq o'xshaydigan tepishmoq. Tepishmoq bilasizlarmi? Xuddi bir tepishmoq da'vatida sizlarga. Demak, bu bir o'zniki bir daryo yurtidagi masalan bizdagi Zarafshan daryosi, Qashqar daryosi, Surxon daryo degandek daryodan birini bizda Yurunqash daryosi degan daryolar bor. Shunda bir daryoni nima qilmoqchikan, maqtamoqchikancha bu. Daryoni maqtab bu daryo shunchalik bir o'rkashlab, oqudagi shamol kasbi bu daryo bilan shamol so'qishib qolsa shamol bu daryoniki do'lqinlarga, o'rkashlariga so'qilib shamol yo'qolib ketadi. Shamol yo'qolib ketadi. Bu daryodan mushu aholi, mushu daryoning yaqinidagi aholilar hammasi mushu daryoniki fazl marhamat bilan hayat saqlaydi. Bahar degan gap atrof mushu daryo bilan yeshillikqa purkinadi. Mushu daryoning suvi bilan butun atrof yeshillikqa purkinadi. Bog'chilar, dal-daraxtlar hammasi etinliklar, ziroatlar mushu daryo bilan bo'ladi. Bilsang bu bo'lsa, shak shubhasiz daryodir. Ja'far Davud. Tushunarlimi? Mishada hamdi. Fal fadlu, fazl marhamat va rabi' bahar, Yahya degan hayot bo'ladi degan Yahya. Ja'far degan hammasi nima? Asma'u nasin. O'ylab qana Fadl, Rabi', Yahya, Ja'far hammasi kishi ismlari, odamning ismlari. Bu hozir bu she'rga odamning ismlarini keltirib, odamning ismlari bilan bizga nima qilib beradi? Shu daryoni sifatlab beradi. O'ylab qana. Demak, ajoyib ustulik hamda bu. Noiti tildiki noiti badiiylik deymiz buni, badiiylik. Va ka qawlihi shoirning qawliga o'xshaydi masalan. Va ma husnu baytin lahu zukhrufun tarahu idza zulzilat lam yakun. Ve ma husnu beytin yani belki mana fiha. Yani qanday chiroyli bo'ladi. Yani bir uy ve ma husnu beytin lahu zukhrufun tarahu. Yani sen bunu kurmada qarasan kurayotgan bir zinnatlari bor bir uy. Qandaqmi chiroyli bo'ladi ve ma husnu qandaqmi chiroyli bo'ladi. İza zulzilat lam yakun. Shundaq bir iza zulzilat degan olam yer tevrab İsrafil Aleyhisselam shunday bir sura chaqsa, olamda tavrab qiyomat qoyim bo'lganda lam yakun. Hechimiz qolmaydigan. Bo'lmagandek bo'lib ketadigan. Mundaq bir o'yiniki zinnatlari qandaqmi chiroyli bo'lsin? Ya'ni nima demoqchi kelmaydi shoir? Bu dunyoni. Bu dunyoniki mata'u dunyoni nima demoqchi kelgan? Bu degan bu zinnat emas. Bu zinnat shunday bir qiyomat qoyim bo'lib uylab qolib bo'lguncha yo'qolib ketadigan bunda zinnat emas. Haqiqiy zinnat degan oxiratki zinnat demoqchi ekan. Lekin mushu ma'noni ifodalash uchun bizga Qur'oni Karimdagi 3 so'zni keltirdi degan. Zuhruf, idza zulzilat lam yakun. O'ylab qana, nima degan qamdashqana? 3 tane so'zni keltirib turib bizga oid isr bir ma'ni ifodalab beradi. Bu ham nimda tavjih degan bobdan. Ar-rabi'u fa inna zukhrufan chunki aytdik zuhruf va idza zulzilat va lam yakun asma'u suwari min al-Qur'on. Qur'onniki Qur'onning bo'lgan surlarning ismlaridir edi. Xo'sh. Hem dördüncüsü bo'lsa at-tibaq.
Dördüncüsü muhassinat maneviyenin dördüncüsü at-tibaq. Tibaq degan nima desa, tibaq deganda tushuntirib berdim. Vel cem'u beyne ma'nayayni mutaqabilayn. Qarmu qarshi bo'lgan ikki ma'noni jo'lab keltirish. Jumlada qarmu qarshi bo'lgan oq qora, osmon yer, tog' daryo, cho'l dengiz degandek, inson hayvon degandek narsalarni bir yerda nima qilib kelish, jamlab kelish. Bu at-tibaq deb ataladi. Qur'on Karimda intayin ko'p. Nahu qavlihi ta'ala, Alloh taolaning qilishi va tahsabuhum ayqadan va hum ruqud. Sen ularni uyg'oq deb gumon qilasan, uyg'oq deb o'ylaysan. Halbuki ular uxloqliq, hammasi naimin. Endi bir şeyde qaraydigan bo'lsak, lekin tibaq ikki xil bo'ladi. Biri nima? Tibaq ijobiy, tibaq mujab. Yani biri tibaq salbiy. Ma birinci misaldaki nima? Tibaq mujab. Yani söz qarama qarşılıkken ikkinisi mujab. Bunun menfi gap yo'q. Yani ikkinisi bo'lishliq. Kalamda nefi qilingan gap yo'q. Masalan, barman, barmayman desam nima bo'ladi o? Demak salb. Barman degan gap mujab, barmayman degan gap nima? Salbiy, salb bo'ladi. Lekin amanda olmay mesela ak qara desemchi, ikkinisi nima? Mujab. Ikkinisi qarama qarshi so'zdagi qarama qarshi so'zmi? Ba'zida barman barmayman degandek bo'ladi, ba'zida ak qara degandek bo'ladi. Bu yerdagi bu uyg'oq uxloqliq degan gap nima? Bu tibaq al-mujab. Yani ikkinisi mujab so'z bo'lgan qarama qarshi so'zlar. ولكن أكثر الناس لا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. أمن ما يادك ما إشكين جاتك مثلا تقول طباق سلبي. طباق سلبي يعني bunun karşı karşılık biri mucab yani biri ma salb. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Bırak küpünç halaklar bilmeydi o. Yapılan يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. Bula hayat dünyanın zahirini, taşkı kuyundan bildi o. Demek bir yerde la ya'lemun degan söz geldi. Onu kendi unjuplab ya'lamun degan söz geldi. Birincisi bilmeydi o, nima salbi. İkincisi çoğu ya'lamun biladi o, mujab. Shunaqmi? Xo'sh. Xo'sh, endi bu tibaq degan cho'ng bir doirlik qum. Tibaqniki biz tibaq mujab, tibaq salbi ishkin deb aytdik. Ham tibaq muqobala deb bo'ladi. Tibaq muqobala. Tibaq muqobala degan nima desanglar? Va huwa ayyuta bi ma'nayayn. Ikki ma'ni keltiriladi. Aw aktar ikki yoki ikkidan ko'p ma'ni keltiriladi. ثم يؤتى بما يقابل ذلك على الترتيب. Yani andaki şu iki ma'niniki ikki ma'niga qarama qarshi keladigan narsa tartib bo'yicha. Birinchi ma'nida kelgan so'zga ikkinchi ma'nida kelgan so'zni udlaydi. İkincisi kelgan birinchi jumlaning ikkinchi so'ziga ikkinchi jumlaning ikkinchi so'zini udlaydi. Masalan, qanday desanglar, Alloh taolaning qilishi falyadhaku qalilan va liyabku kaseeran. Bir şey qaytgan bo'lsanglar, ben فَلْيَدْحَكُوا degan bilan nima qarama qarshi? وَلْيَبْكُوا qarama qarshi. فَلْيَدْحَكُوا kulsun. وَلْيَبْكُوا yig'lasin qarama qarshi. Qalilan bilan kesiran qarama qarshi. Tushundingmi? Birinci cümlenin birinci so'ziga ikkinchi cümlenin birinci so'zini udlaydi. Birinci cümlenin ikkinchi so'ziga ikkinchi cümlenin ikkinchi so'zini udlaydi. Bu shunday ataladi. Tibaq muqobala deb ataladi. Xo'sh, oltinchisi. Xo'sh, endi yana tibaqniki uchinchisi, tibaqniki uchinchi turi qolgan. Masalan, tibaq ijob, tibaq salb, tibaq muqobala, maqan to'rtinchisi kana tibaq tadbij. Endi tadbij degan qanday desanglar, va huwa at-taqabulu bayna alfazil alwani ka qawlihi. Masalan, tibaq tadbij degan nima desanglar? Umusa at-taqabulu bayna alfazil alwan. Yani ranglarning, lafzlarning orasidagi qarama qarshilik. Bir so'zda oq, qora degandek, qizil, ko'k, yashil degandek ranglar bilan ifodalanadi. Birinchisi ikkinchisi qarama qarshi keladi, lekin rang, birisi oq, birisi qizil degandek. Faqat ranglar buni nima deb ataladi? Tibaq tadbij. Ka qawlihi masalan, shoirning qawli o'xshash. Taradda thiyabal maut humran fama ata lahal laylu illa wahya min sundusin khudru. Yani taradda degan gap labisa degan bo'ldi. Yani thiyabal maut bu ulamning kiyimini kiydi. Humran degan gap hala kavnihi humran ahmar. Yani ulamning kiyimini qanday kiydi? Qap-qizil bo'lgan holatda. Buning kiyimi, u kelgan kiyimi qap-qizil holatda ulamning kiyimini kiydi. Yani shahid bo'ldi demakchi. Shahid bo'lganda kilimlar qanday bo'ldi?
qonlari bo'ylab qip-qizil bo'lib ketdi. Fama atalahul layl. Uning kechi kelmadi. Kiyimi kelganda taqdimaydi, qizil kiyim edi. Ya'ni qonga bo'yalgan qizil kiyim edi. Kech kelmay turib, olim uzoq vaqt o'tmay turib, illa vahiy degan gap. İlla u biroq u vahiy min sundusin xudr degan gap. Yashil baqasam to'ldan sundus degan gap ipak, harir. Ya'ni ipakniki nefisini raqiqini nima deydi? Sundus deydi. Tovar durdullardan yeşil, tovar durdullardan nima deydi? Ton kiydi deydi. Bu qizil kiyimi bilamdiki qizil tonini kiyib, ya'ni kiyimda qizil qonun bo'lgan holat shahid bo'lgan edi. Shuning bilan o'lgan hamon Alloh taolo bunga jannatda yap yeşil baqasam shoyi to'llarni kuzib qo'ydi deydi. O'shada humra bilan xudur degan qarama-qarshi. Shuning bilan bu tiboq tadbij deb ataladi. Xo'sh. Endi 7-chi, ya'ni muhassanat ma'naviyaning 7-chisi nima? Al-idmaj. Muhassanat ma'naviyaning 7-chisi al-idmaj. Idmaj degan nima desa? İdmaj degan gap asli gapni bir gapni ichiga bir gapni tiqib o'tish degan gap. Bir gapni ichiga bir gapni tiqib o'tish. Ya'ni ay yadmana kalamun siqa li ma'nan, ya'ni bir ma'no uchun keltirilgan bir kalam yana bir ma'noni o'z ichiga elish. Shu kalamning mazmunida yana bir ma'no bor. Bu gapning qusqudi bor degan gap. Gapning qusqudi bor. Masalan, Abu Tayyibning qavliga o'xshash. Uqallibu fihi ajfani ka'anni a'uddu biha 'ala ad-dahri adh-dhunuba. Yani men uqallibu fihi degan gap shu haqida ajfani degan shu kichida demakchimda bu qizi. Men u kichida uningda demakchim. U kichida ajfani degan gap jefin degan ma ko'zim yachon olma men deysizda. Qapoq deymiz endi bizda. Yani ko'zimni demakchi. Yani ko'zimni qapqini harakatlantirib, u kichida men ko'zimning qapqini to'xtatmasdan harakatlantiraman. To'xtatmasdan harakatlantiraman. Yani uxlamayman demakchi. Ka'anni a'uddu biha, xuddi go'yoki men a'uddu biha degan mushu qapqan bilan, ko'zimning qapqi bilan to'xtamay harakatlanib turgan ko'zimning qapqi bilan ala dahri zunuba degan zamonning gunohlarini sanayman. Zamonning gunohlarini sanayman deydi. Men ko'zimni yumaman, ochaman, yumaman, ochaman. Bu bir kichida to'xtamay ko'zimni yumib chiqdim, uxlamay chiqdim demakchi. Nima demoqchi bu shoir desa, ko'zimni yumib ichib shu nima deyish qildim, har bir ko'zimni yumib sanab, ko'zimni tasbih qildim deydi. Ko'zimni xuddi soatning istig'isi qildim. Ko'zimni yumib ochqanimni tik menga soatning istig'isi aylantirdim. Zaman her bir ko'zimni yumib ochilsa, zamonniki gunohi hisobladim shuni. Ya'ni demakchi o'g'li kechi va uzunkan demakchi. Kechi yomon uzunkan, kechi uxlamay chiqdim deb asli demakchi o'g'li bu hozir zamonni shikoyat qilyapti lekin demak maqsadi nima demakchi ekan? Kechi va uzun demakchi ekan. Kecha bek uzun bo'ldi. Ya'ni oshiqga ya kasal masalan. Bir odam kasal olsa kechi bek uzun tuyuladi masalan kasalga. Oshiq olsa uni kechi bek uzun tuyuladi masalan. Xuddi shunday. Fa innahu bu shoir bu yerda dammana wasfal layl bit-tul, ya'ni kechini uzunlik bilan sifatlashni shikoyata min ad-dahr, ya'ni zamondan shikoyat qilishning ichiga yushib qo'ydi, tiqib qo'ydi. Demak, zamondan shikoyat qilish, ya'ni zamonga gunohi, ya'ni zaman gunohkor u bu deyishdan nima iroda qilyapti? Kechi bek uzunkan deganni iroda qilyapti deydi. Endi va min al-idmaji, idmajning qatoridan ma yusamma bil istitba'. İstitba' deb ataladigan bir turi bor. İdmajning bir turi, lekin bu istitba' deb ataladi. Nima idmaj deganda chunki bu o'xshash yeni bir ma'no bor buning qusqida. Nima istitba' deyiladi? Ma'na yeni bir ma'noni so'rab keladi, agashtirib keladi. Ve huvel medhu bi şey'en. Bu nima istitba' deganda? Istitba' degan bir narsani maqtash. Ala vajhin yastadbi'ul medhu bi şey'in axir. Ya'ni bu maqtash yeni bir şeyini maqtashga keltirib chiqaradi. Yeni bir şeyini egeshtirdi o'ziga deydi. Bu maqtaj yeni bir şeyini egeshtirdi. Ki qavli Xavarizmi masalan. Xavarizmining qavliga o'xshash samhul badihati. Ya'ni bir odamni damlamoqchi ekanda bu. Buni samhul badiha. Ya'ni buniki badisi degan gap ya'ni tabiiyligi, tabiiy. Hamma ishi tabiiy. Bu shoirni damlamoqchi ekan. Bu she'r o'qimoqchi bo'lsa nima o'qimaydi? Anda bir ya'ni takalluf qilib ketmaydi. Tabiiy deydi. Bu intayin tabiiy. Tabiiyligi samh degan gap mesmuh. Bunun tabiilik yol qo'yilgan. Alloh taolo bunga tabiiylikni ato qilgan. Tabiiylik intayin keng-kengli. Samhan degan gap keng qo'saq degan ma. Bunun tabiiyligi intayin keng-kengli.
Leyse yumsiku lafzahu. Üzünün lafzini tutamaydı. Yani tilini işlep oturmaydı. Gep intayın ravan. Til intayın ravan. Şiir okusumu ravan okuydu. Kitap okusumu ravan okuydu. Gep kısım intayın. Gibi ulunup naiti. Til ravan çıkıdı. Feki ennema alfaduhu min malihi. Nep? Xuddi go'yoki bunun lafzi og'zidan chiqadigan so'zlar uning meldan bo'lgandek, xuddi melga o'xshaydi. Bu ya'ni mol mulk, bu odam mol mulkida, mol mulk deganda adam o'zini menda qachon qaysi hajga bo'lsin, men qancha qaysi shuni qo'llash. Demak, bu mel mulkini haj degandek, so'zni shunda xohlagan vaqtida, xohlagan shaklda ishlatlaydi degach, nima demoqchi ekan? Bu odam sehiy demoqchi. Mali degan, ya'ni xuddi bu menda qachon ishlatlaydigandek, so'zni shunda ishlatlaydigan. Molni shu xohlagan odamning shundoq kankana taqatgandek, saxovatgandek, so'zni bu saxovat bilan qisib o'tmay kankana deydi ekan deb bir gapni ikki bichamni ikki vaqtga suqavatdi. Bir gap bilan ikki gapni vaqtavatdi. Endi madahahu bi talaqati lisan, bu mamduhni tilining ravonligi bilan maqtadi. Ala vajhin istadba'a madhuhu bil kalam. Bunun bu madhilishi, buniki kalam degan madhi ekanligini bizga agashtirib akeldi. Mana bu shunda vatadi ekan. İdmaj degan babniki istitba degan turidan ekan. Va oxir davana alhamdulillahi robbil alamin.